ئاگېنتلىقىنىڭ ھۇزۇرۇڭلارغا تەييارلىغان باردىلىك ئۇيغۇر خەۋەرلىرى تۆۋەندىكىچە. بايدېن ئامېرىكىنىڭ دۇنيادىكى ئورنى توغرىسىدا ئاقسارايدىن بايانات berdi. Bayanatning asosiy mazmuni tövəndikçe. Mən tuncu nutqımda aytqanımdek, tünügünün emas, bugün və ətining xiristlərə taqabül turuş üçün ittifaqdaşlarımızı yangilaymiz və dünya bilan qaytadan bağlanımız. Dünya hazır mustabidlik qaytadan baş ko'tarayotgan paytlarda turibdi. Biz bu paytlarda raqiblarimizga qarshi mustahkam turishimiz kerak. Buning ichida Xitoyning Amerikaga raqib bo'lish orzusi va Rossiyaning demokratiyamizni buzish orzusi bor. O'tgan 2 hafta ichida men eng yaqin do'stlarimizdan Kanada, Meksika, ئەنگىلىيە, Germaniya, Fransiya, Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti, Yaponiya, Koreya, Avstraliya rahbarlari bilan hamkorlik usulini isloh qilish va demokratik kuchni qayta qurish to'g'risida suhbatlashdim. Amerikaning ittifoqdoshlari bizning eng chong kuchimiz. Diplomatiya orqali rahbarlik qilish ittifoqdoshlarimiz va muhim sheriklarimiz bilan yana bir qatam mo'rini mo'riga tirab mengishni ko'rsatdi. Biz Xitoyning iqtisodiy suiiste'mollari bilan kurash qilamiz. Biz uning tajovuzchilik, majburlash xarakteridagi harakatlarga qarshi turamiz. Biz Xitoyning kishilik huquq, fikr erkinligi va yer sharini boshqarishga qaratgan hujumini bijjat qilamiz. Lekin biz Amerikaning manfaatiga munosabatli ahvollarda yanada Beijing bilan hamkorlashga tayyormiz. Belgىيە Uyghur cəmiyyəti bir yılda namayiş elib bardı. 6 fevral Belgiyanın və Avropanın paytaxtı bolğan bir yildagi Albertin meydanında Belgiya Uyghur cəmiyyəti 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlash və Uyg'urlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga anglatish uchun namayish elib bardı. Hökumətning Xitay virusi çeklemeleri sebeplik namayişqa 75 adam qatnaşqan bo'lib, bu qitimliq namayişqa mazkur tashkilot bilan zich aloqada va hamkorlikda bo'layotgan Belgiya Yahudi o'quvchilar birligi va musulmon o'quvchilar guruhlari ishtirok qildi. Xitoy va ئەنگىلىيە taraf BBC e'lon qilgan Uyg'ur ayollarining jિنسىي xorlۇققا uchrash to'g'risidagi xəvىرىگە كۈچلۈك ئىنكاس qaytardi. BBC e'lon qilgan yangi guvohlik dokladida Xitoyning Sharq Turkistonda to'xtamay kengayayotgan yig'ilish lagerlariga qamalgan Uyg'ur ayollarining to'plashib bosqinchilik qilinish qatorliq har xil jિنسىي xorlۇقqa uchraydiganligi bayon qilingan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi BBCni hech qanday asos yo'q deb aybladi. ئەنگىلىيە Tashqi ishlar ministrligi bo'lsa Xitoyni BDT kishilik huquq ishlari oliy mutaxassislariga Sharq Turkistonni echib etish, 3-tarafning mustaqil tekshirishiga yo'l qo'yib, ahvolni oydinlashtirishga da'vat qildi. Bir qancha parlament a'zosi va sobiq tashqi ishlar ministri BBCning bu xabariga o'z ko'z qarashlarini o'ttirg'a qo'ydi. Ularning qarashicha dokladda ko'rsatilgan isbotlar irqiy qirg'inchilikni shakllantiradi. Ular yana yig'ilish lagerlarida ishlangan mahsulotlarning ئەنگىلىيەga kirishini to'sishni talab qildi. Amerika davlat ishlari idorasimi BBCning bu xabari aks ettirgan ahvolning odamni cho'chitadiganligini, Amerikaning ittifoqdoshlari bilan bir safda turib, bu irqiy qirg'inchilik qilmishini ayblaydiganligini bildirgan. Dunyoning tanqidiga chidamay Xitoy BBCni chekladi. Xitoy hukumati 10 fevral kuni xalqarалық ta'sir doirasi nihoyat cho'ng, tarixi uzun axborot vositasi bo'lgan ئەنگىلىيە radio shirkati BBCning Xitoyda xabar ishlash, tarqitish, xizmat qilish huquqini bekor qildi. BBC Uyg'ur ayollarining lagerlardagi bosqinchilikqa uchrash realligini xabar qilgandan keyin dunyoda Xitoyga qarshi kayfiyat texmi yuqori ko'tarilgan bo'lib, bu xalqaro qonunga xilof qilmish deb qaralmoqda. Fransiya Uyghur birligining yangi navbatlik hay'at guruhi saylab chiqildi. 1 fevral Fransiyaning Paris shahriga joylashgan Fransiya Uyghur birligining 5-navbatlik saylami muvaffaqiyatli oyoqlashib, yangi bir navbatlik hay'at guruhi saylam orqali vujudga keldi. Xitoy virusi sababli yig'ilishlarning cheklimiga uchraganligi tufayli bu qitimqi saylam mazkur tashkilotning to'r betida elib berildi. Bütün Fransiyadan jami 130dan ortiq Uyg'ur jamoatining to'rda bilet tashlash orqali 8 kishilik hay'at guruhi saylanib chiqildi. Oldingi qitimliq raislik vazifasini o'tagan Olim Umar apandi va muavin raislik vazifasini o'tagan Mirqadir Mirzat apandilar davomli turda ikkinchi qitimliq rais va muavin rais bo'lib saylandi.
Fransiya Uyghur Birligi Təşkilatının muavin rəisi və bayanatçısı Mirqadir Mirzat əpəndining bildirishicha, mazkur təşkilat 2008 yılı Paris şəhərində qurulğan olub, yıllardan beri Fransiyadakı Şərq Türkistanlıqlar, shundaqla Xitoyga qarshi boshqa tashkilotlar bilan birga aktiv faoliyat o'tkazib kelayotgan ekan. Bulupmu yaqinqi yillardan buyon texmi ig'irlashgan Sharq Turkiston vaziyatini, shundaqla yuz berayotgan Uyg'ur qirg'inchiligini Fransiya jamoatiga, jumladan dunyo jamoatiga tunishtirishga texmi aktiv rol o'ynab, izchil turda ilmiy muhokama yig'inlari, namayish va har xil tipdagi tashviqot faoliyatlarini tashkillab kelgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, 7 fevral mazkur tashkilotning hay'at guruhi tunji qitimliq telefon yig'ini chaqirib, kelgusidagi xizmat planlari to'g'risida muzokara olib borgan. ئەنگىلىيە advokatlari Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikning ishonchli isbotini topdi. Forbes jurnalining 8 fevral xabar qilishicha, Londonga joylashgan Essex sud mahkamasidan Alson McDonald qatorliq advokatlar Uyg'urlarga qartilgan vahshiylikning xarakteri insoniyatga qarshi turish jinoyati va irqiy qirg'inchilik jinoyati ekanligini ishonchli isbotini tepish to'g'risida qonuniy fikr e'lon qildi. Qonuniy fikr bo'lsa mustaqil mutaxassislarning kasbiy hukmi bo'lib, uning qonuniy o'rni bo'lmaydi. Biroq qandaqli bo'lmasin, uni qonuniy da'voning asosi qilishga bo'ladi. Bu qonuniy fikrni Yer shari qonun harakati to'g'ri, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq turi havola qilgan. Qonuniy fikrning ko'rsatishicha, hozir Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik sodir bo'layotganligiga oid faktlar bor. Irqiy qirg'inchilikning aniqlamasi bo'yicha aytganda, Uyg'urlar bir etnik guruhi bo'lish sifati bilan qo'g'dildigan guruh bo'lib hisoblanadi. BDT irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdinomasining 2-moddasi va Rim nizomnomasining 6-moddasi qaralsin. Qonuniy fikrga asoslanganda maqsadli holda Uyg'urlarni butunlay yoki qisman yo'qotish g'arizining borligiga oid faktlar ustida muzokara qilishga bo'ladi. Faktlar shuni isbotlaydiki, irqiy qirg'inchilik jinoyatini shakllantiradigan jinoiy qilmishlar munolardir. Tutib turilayotgan Uyg'urlarga ruhiy va jismoniy jihatdan og'ir darajada ziyonkashlik qilish, bu dahshatli qiyin qistoq, majburiy tug'mas qilib etish, buvoqlarning tug'ilishining oldini olish, bolalarni majburiy holda boshqa etnik guruhlarga yetkazib etish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xitoy dunyoga tahdid soldi. ئەنگىلىيەنىڭ bir qism parlament a'zolari Uyg'ur qirg'inchiligiga oid yetarli isbotlarni to'plaganligini, 2022 yillik Beyjing qishliq olimpik yig'inini boykot qilishni o'ylashayotganligini e'lon qilgan edi. Xitoy hukumatı buningga jiddiy inkas qaytirib, hukumatimiz Beyjing qishliq olimpik tanharakat yig'inini boykot qilmoqchi bo'lgan har qanday davlatni qattiq jazolaydi deb tahdid soldi. Dunyoning har qaysi joylaridagi axborot vositalari bu xabarni bas-bas bilan tarqatdi. BBC o'tgan hafta Xitoyning lagerlardagi bosqinchilik jinoyatlarini fosh qilgandan keyin Xitoy hukumatı BBCni jazolaydiganligini bildirgan edi. Angliya hukumatı yana 5 million Hong Konglikqa siyosiy panoh berdiganligini bildirgan bo'lib, Xitoy hukumatı buningga javoban qattiq tadbir qo'llanadiganligini e'lon qildi. Angliya hukumatı yana Xitoyning davlat televiziyasini Xitoyning josuslik organi va yolg'on xabar tarqatuvchi deb qarab, munosabatli kinishkilarni bekor qilgan edi. Joe Biden Xi Jinping bilan bo'lgan suhbatda Uyg'urlarning masalasini tilga oldi. Amerika prezidenti Joe Biden 10 fevral Xitoy raisi Xi Jinping bilan telefon suhbatlashganda Uyg'ur, Hong Kong, Tayvan masalasi va savdo masalasini tilga oldi. Joe Biden Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatidan Amerika hukumatining qattiq andish qildiganligini, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini o'zgartirish kerakligini talab qildi. Aqsaray bayanatisining e'lon qilgan bayonotida prezident Biden Xitoyning Hong Kongdagi bostirishi, Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsandichiligi qatorliqlarga bo'lgan keskin andishlarni o'tirg'a qo'ygan dedi. Amerika taratqullari Joe Bidenning Xi Jinpingga Uyg'ur masalasini oshkora tilga olganligini bas-bas bilan xabar qildi. Bu ko'rishishning Uyg'urlarning ahvoliga qanchalik ta'sir ko'rsatadiganligi hozircha aniq emas.
Әмма bu Xitayning Uyg'urlarga qaratgan siyosati sababidan Amerika prezidentining tunji qitim Xitoy prezidentini tanqid qilishi bo'lib hisoblanadi ekan. O'tgan hafta Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoy tashqi ishlar komissari Yang Jiechi bilan so'zlashganda Amerikaning Uyg'ur qatorliq millatlarning inson haqlari masalasi chong turadiganligini bayon qilgan bo'lib, Yang Jiechi Amerikaning Xitoyning ichki ishlariga aralashish huquqining yo'qligini, Amerikaning ichki davlat siyosatini yaxshi tarafga burishi lozimligini aytgan. Bayden Amerika Davlat Mudofaa Ministerligida Xitoyga taqobil turish guruhi qurilganligini jakarladi. Amerika prezidenti Joe Biden 10 fevral tushdan keyin o'zining 5 burjaklik binoda maxsus Xitoyga qarshi harbiy va strategiyalik taqobil turish xizmat guruhi qurilganligini jakarladi. Bu Xitoy Amerika munosabatining odatdagi raqobatchilik bosqichidan Joe Biden e'lon qilgan eng qattiq raqobat bosqichiga yetganligining belgisi deb qaralmoqda. O'tgan hafta Joe Biden Kolumbiya radio shirkatining ziyoratini qabul qilganda Xi Jinpingning qinida demokratiya deydigan narsa yo'q deb tanqid qilgandan keyin Xitoy millatchilari torlarda buni haqorat qilganlik deb izohlagan edi.